Xo'p, xullas pochtalarimiz chiqishda davom etmoqda. Toshkent viloyati Bekobod shahriga ekan. Muqaddas opamga o'tgan safar Ko'knorda yog'in chiqarib yubordim. Juda ham zo'r effekt berdi dedilar. Opamizni shuncha shamollashlar bor ekan brendlarida. Mana shuni berib yubordim. Hozir mana 3 ta zakaz qildilar. Mana Muqaddas opa, mana 3 ta sizga ketyapti. Yana undan tashqari siz menga smala qo'shilgan mana momiyoda aytdingiz. Mana xudo xolasa bo'g'im og'riq, suv yemirishlar deysizmi? Va undan tashqari grijalar kelsa hozirda yo'qotib tashlayotgan mana shu trenddagi mahsulotimizni beryapman. Mana 100 gram chiqarib yuboryapman sizga. Menga mana 4 kilo chernikaga pul o'tkazdingiz. Mana chernikangiz mana bu. Shu chernikani nima aytib qo'ya? Bu chernikani hozir galubinkani ko'pchilik chernika deb sotyapti. Shuni bilib olinglar. Haqiqiy original chernika mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana rasmi ham o'zi turibdi va chernika deb yozib qo'yilgan mana. Haqiqiy tabiiy holati sertifikatlarigacha bor. Mana shunaqangi holatdagisini olib iste'molni qilinglar. Ba'zi birlar menga aytayapti, men bozordan oldim, 200 ming ekan, yo'qmasam 220 ming ekan. Ash chernika sizlarda qimmat ekan deyapti. Yo'q, aziz birodarlar, ko'ring. Mana chernika haqiqiy originali mana shunaqa ko'rinishda va mana shunaqangi upovobkada bo'ladi. Biz o'z uylarda soxta narsani olib kelib sotmaymiz. Hech qachon galuminka degan narsani chernikada sotmaymiz. Luqmamizni hech qachon harom qilmaymiz. Halollab olishga harakat qilamiz. Mana ko'rinib turganingizdek chernikamiz mana shu holatda. Muqaddas opa, xudo xolsa mana shu pochtangiz inshaalloh ertaga yetib boradi. Oling, iste'molini qiling, shifo topib, duolarda bizni eslab turing. Salomat bo'lavering.